Immunitetni kuchaytirishning 5 oltin qoidasi. 5-si eng muhimi, o'tkazib yubormang. Birinchi, asosiy qoidasi to'g'ri ovqatlanish, ya'ni ovqat ratsionida meva sabzavotlar, apelsin, limon, sabzi, oqsilga boy mahsulotlar, baliq mahsulotlari, tuxum va sut mahsulotlari, shu bilan birga antioksidantlar, ya'ni quritilgan mevalar iste'moli. Ikkinchi qoida, kundalik suv iste'moli. Bir kunda suv iste'moli 1,5-2 litrni tashkil qilishi. Uchinchi, jismoniy faollik, ya'ni sport bilan shug'ullanish, kuniga 30 daqiqa piyoda yurish immun tizimini quvvatlaydi. 5-si, ya'ni eng muhimi, stressni kamaytirish. Chunki muntazam stress natijasida organizmda barcha kasalliklar rivojlanishi, hattoki rak hujayralari ham rivojlanishiga olib keladi. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni olish uchun albatta meni profilimni kuzatib boring.